Ha, boyvachcha, shaharni sotib olgani keldingmi? Ey, pastga tush. Qara. Hop. Shahar chiqibdi. Zo'r chiqdi do'stim. Aha. Rosa havas qildim. Endi menga bir yordaming kerak, Baxtiyor. Xo'sh. Anavi Jamshidboy bor-ku. Aha. Shu bilan meni uchrashtirsang. O'zing yaxshi taniysan-ku. Taniyman endi men dadam shogird sifatida taniyman-da. Mhm. Sen yonimda bo'lsang ishonchliroq bo'ladi. Men odamdan yordam so'ramoqchiman. Qanaqa yordam? 10 million kerak. Qarz. Qarz? Xullas, bir ish boshlamoqchiman. Qurilish biznesiga kirmoqchiman do'stim. Shuni boshlashimga 10 million kerak. Boshlab olsam ishongin, bittada yorib chiqaman. Endi bir og'ayni bo'lib turib berasan-da. Yo, turishga turib beraveramiz. Lekin bir ish boshlash uchun qarz olib boshlash to'g'rimikin? Yana bir oltin qoida bor. Birovdan 1 so'm so'rasang 1 so'mlik, 100 so'm so'rasang 100 so'mlik qadring to'kiladi. To'xta, bu meni gapim emas. Bu o'sha Jamshidboyni ham, meni ham, seni ham ustozing bo'lgan rahmatli dadangning gapi. Rahmatli dadang bir umr shu qoidaga amal qildi, qadri baland bo'lib yurdi. Otamni izidan yuraman desang, sabr qil, o'zing pul to'pla, keyin yangi biznes qil. Yo, qadr qimmat menga muhim emas desang ham yoningda turaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, o'zing qaror qabul qil. Har ikki holatda men seni yoningda turaman. Faqat do'st bo'lganim uchun senga do'stlikcha maslahat beryapman. Rahmat do'stim. Tushunganingdan xursandman. Boringga shukr. Cho'mlamizmi? Hazillashma. Yiqilib ketmaylik yana. Lekinchi hozir mana bu yoqda yaxshi ovqatlanadigan joy bor. Buni ham o'zimiz ochganmiz. Bir chiroyli mehmon qilaman seni. Gap yo'q, ochmagandan sen qolmasan ham. Eng muhim sirlarni ochdim hozir senga. Eng muhim unga amal qilsang bo'ldi. Bo'ldi. Albatta. Orqaga qaytamiz. Mana shularni hammasini 1 so'm qarz olmasdan o'zimiz imkonimizga yarasha qurdik. Senga ham shuni maslahat beraman do'stim. Rahmat.